to'g'ri xulosa shu. Bugun biz bir qanday holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar hech qachon unutmaylik. Balchiqda ichidamizmi? Ko'klarda uchib yuribmizmi? Hech qachon unutmaylik. O'tadi. O'tadi. Qornimiz och bo'lsa, bir kun to'yadi. Ustimiz yupun bo'lsa, bir kun bitadi. Bu dunyoda bizda nima yo'q bo'lsa, u baribir bir kun bizda bor bo'ladi. Agar bu dunyoda bizda bugun nimadir bor bo'lsa, bir kun ularning hammasi yo'q bo'lishi mumkin. Unga ko'ra munosabat qilaylik hayotga, odamlarga, o'zimizga. Yaratganimiz Alloh. O'shanda to'g'ri bo'ladi.